har doim telefon qilganingizda birinchi aytadigan gap. Kayfiyatim yaxshimisan yo'qmi? Ha, yaxshi bo'lgan. Singillar. Короче, hamma bilan o'tirgan paytingda senga yoqmaydigan gapni gapirsa, tez bitta gap aytib o'rasan. Bo'pti, men ketdim. Yo'q. Boring yo'qoldi. Yo'q, yana bittasi. Qisib o'tir. Yo'q, shunga o'xshash. Ko'chingiz qaysidir qarindosh urug'ingizni ochib qolsa, birinchi nima deb boshlaysiz? Agar reklama so'rashsa, qaranglar. Reklama so'ramoqchi bo'lsalar tekinga, qaranglar deb boshlaydilar. Короче, Instagramda yoki qayerdadir qimmat narsa, arzon narsa, qimmat narsa ko'rib qolsang, bundoq qaraysanda keyin bitta gap aytasan. Kimdir men? Kimdir soqsa. Endi siz nimadir maslahat berasiz. Yo'q, menga yoqmadi bu maslahat. Men o'zim aytgan qilaman. Sen nima deysiz? Bor yo'q. Yo'q. Mamnaqa qiyin zari deysiz menga. Kim yo'qmadi, men o'zim aytganimni qilaman. Sen nima deysiz? Bo'lib ket. Короче, hamma bilan o'tiribsan, zerikib ketdingda, u yoqqa qarab turib keyin gapiradigan gaping. O'zi zerikib ketdim. Yo'q. Qatgadir borgim kelyapti. Yo'q. Bo'pti, men ketdim. Kim bilandir urushib qolsangiz, birinchi aytadigan gapingiz, qiladigan ishingiz, aytadigan gapingiz. Bloklayman. Joniga tiqaman. Joniga tiqaman. Короче, begona odam bilan, begona odam seni asabiyni buzsa, yo'lingni to'ssa yoki yo'lda qisib ketsa yoki nimadir gap otsa, birinchi gapiradigan gaping asabiyni turgan. Begona odamlarga, yaqinlarga emas. Begona odamlarga. Jinnomisiz? Yo'q, bu yaqinlarga aytsin, jinnomisiz, nomisiz. Begona odamlarga. Nenormalniy. Biza ko'p telefon qilib qatlargadir boramiz, do'rsa, nima deysiz? Ko'p telefon qilsak hammamiz deb, aka o'tga boraylik, aka Telefon qilishdan dam olaman. yo'q. Ko'p telefon qilasiz, aka qattasini nima qilasiz? Ishlaring nima? Yo'q, aka o'tga boraylik, aka o'tga Ko'chalar qisib o'tiraylik. Yo'q. Jonimga tegib ketishdi. Shunaqa jonimga tegdi. Shunaqa jonimga tegishdi. Seni kimdir xursand qilsa, rosti xursand qilsa, betiga qarab turib bitta gap aytasan. Kim uni shunaqa Voy, rahmat. Yo'q. Asal.